Lidan keyin nima elektromobil olasiz deb ko'pchilik qiziqish bildirdi. Dibir deb o'ylayapsizlar? Yo'q. Dibirni yengisi bo'lganda albatta olgan bo'lardim. Xo'p, hozir yangi elektromobilimni sizlarga ko'rsataman. Undan oldin bitta yaxshi inson bilan sizlarni tanishtiraman. Yaxshi inson, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hojiakbar aka, assalomu alaykum. Hojiakbar akam Strong Detailing'ga asoschisi va rahbari hisoblanadi. Hojiakbar akam yangi elektromobilimga nimalar qilib beribdilar? Nima qilib berdingiz o'zi aka? Dilshod aka, bunga biz krugovoy tayyorlovka qildik. Labovilaringizga sonsizdashni yurdik. Baraka top. Paroklaringizga laminatsiya qilib berganmiz, aka. Sizga o'zi ortiqcha narsa, ortiqcha. Baribir qildirmaysiz ishlarni, bilasiz. Xitoyliklar aytadi-da, mana shu buruni plyonkalar yopib oladi deydi-yu. Xitoyliklar lanfechen deydi-da. Lanfechen bu pulni behudaga sarflash deb, meni fikrim shunaqa-da. Yo'q, lekin o'zi maqsad, aka, buni zavodskoy kraskasini, lak qismini buni o'z holida asrab qolish. Rangini, rangini, kraskasini zavodskoy saqlab qolish uchun himoya qilinadi, aka. Ha. Unda kommentariyada yozib qoldirasizlar. Shu narsa kerakmi, kerak emasmi? Kommentariyada kutib qolamiz. Hojiakbar aka, kattakon rahmat. Xudo xolasa, o'zi hamma lichalarni sizlarga yuboramiz, adashmasam. Ko'p keladi. Ko'p licha mijozlarimiz tanishadi, taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Buyuklar ham keladi, aka. Buyuklar ham, da. Endi men sizlarga o'zimni yangi olgan elektromobilimni ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Tiffany rangda Geely Geomi Y. Xo'p, men har doim bilasizlar, oq qorani qora deyman. Buni men xarid qilmadim. Do'konimizdagi Astatka elektrokarni haydab oldim. Shuning uchun xudo xolisa duo qilib qo'yinglar. Shanxay Xitoy tili markazimizdan nasib qilsa halol pul topib, lidalan zo'rlarini haydash nasib ro'z aylasa. Joningiz sog' bo'lsa, xudo xolisa Avtobaza va Hojiakbar akam Strong Detailing xalq uchun xizmatdamiz.